العالمين. إلى حميد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Parvardigorim, xosatan o'qilgan muborak kalom, o'qilgan tasbih, tahlil, istig'for, durust salovatlarda savobini avvalin, axirin, o'tgangi kech aqrabolar, xosatan mana bu Turkmaniston yurtimizda bo'layotgan Batkendagi o'tgangi musulmon birodarlarimizni Alloh taolo o'zing rahmat qil. Muborak kalomni boshlariga soyabon qil. Qabrlarni keng, yorug' qil Parvardigorim. Parvardigor ortdan qoluvchi aqllarga Allohim sabri jamil ber Alloh taolo. Albatta bir mo'minga ikkinchi mo'minni g'am chekishligi, unga Alloh taolo durust salovatlar ila, duolar ila ana endi uni Alloh taolo g'am qilishligi bu mo'minning vazifasi. Muhtaram jamoat, Alloh subhanahu va taolo mana shu birodarlarimizdagi bo'layotgan musibatlarni ustidan ko'tarib, yana tinchlik degan ne'matlarini Alloh taolo o'zing bardavom qil Parvardigorim. İki ul bir-biriga intimoq degan ne'matlarda Allohim o'zing ato qil Parvardigorim. Yurtimizga Alloh taolo o'zing tinchlik, omonlik ber, do'stlik ber Parvardigorim. Mo'min musulmonlar bir-birlarini haqni bilishimizda Alloh taolo bizlarga ilm ato qil, xolislik ato qil, taqvo ato qil Parvardigor. Yer osmon balolaridan, o'rtadagi fitnadan, ofatdan, zolimni zulmidan o'zing asra Parvardigor. Birodarimiz sabri jamil yana uylariga borib o'zlarining dunyolariga ega bo'lishini Allohim o'zing nasib qil Parvardigor. Robbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azabannar. Ve sallallahu ta'ala ala hayri halqihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi rahmatika ya. Selamun aleyküm ve rahmetullah.